Ba'zan shogirdlarimni urgim keladi, intizomli bo'lishlari uchun. Bugunga kelib murabbiylik qilish juda qiyin. Bilaman, ursam qamalaman. Ha, ursam aniq qamalaman. Hozir shogirdlarni ura olmaysan, urishga haqqing yo'q deydi. Xo'p deysan. Hozir murabbiyim meni qiynaganlaridan juda minnatdorman. Rostdan. Semyon, Yan va men biz hattoki bir guruch donini to'kmasdik. Oyoq kiyimlarimiz doim tartibli turardi. Hozir qachon o'g'limni xonasiga kirmay, o'g'limni bitta oyoq kiyimi bu yerda yotgan bo'ladi, ikkinchisi u yoqda. Paypog'ini bittasi bu yerda, yana biri qayerdadir yotgan bo'ladi. Intizom yo'q. Uni birinchi marta Amerikada ko'rganimda, "Salom dada" dedi. Men o'rningdan tur dedim. Chunki bizga o'rgatishgan, bizga barcha milliy urf-odatlarni qattiq o'qitirishgan. Kattalar kelsa o'rnimizdan turib ta'zim qilardik. Biz shunga o'rganganmiz. Ular bo'lsa salom deydi. Men bilan bir joyda turib gaplash deyman. Sen muomalani bilmaysan deyman. Ha deydi.